Bugun biz Sharqning buyuk shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiy haqida gapirilmagan, uning ko'pchilikka deylik, o'sha ma'lum bo'lmagan jihatlari haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Bu nimadan iborat? Ko'pchilik Navoiyni faqat shoir sifatida biladi, lekin Alisher Navoiy mutafakkir va faylasuf sifatida ham chuqur deylik fikrlagan, iz qoldirgan. Masalan, mashhur asari Muhokimatul Lug'ataynda u fors va turk tillarini nafaqat adabiy vosita sifatida, balki madaniyat va fikrni ifodalash vositasi sifatida ham tahlil qilgan. Shu asar orqali u tilni milliy ongning shakllanishi bilan bog'lab, birinchi sharq olimlaridan biri sifatida tarixda iz qoldirgan. Qarang, u fors va turk tillarini deylik solishtirganda shunday bir go'zal manzarani ifoda etib beradi. Ma'ni shirin u ranginam va turki bihad ast, farsi ham lal durhay samin gar bingari, go'yo dar rasta bozori sukhan bekshuda am, yak taraf do'kon qannodi u yak su zargari. Navoiy faqat ilm fan bilan shug'ullanmagan. U Temuriylar davrida yuqori martabali davlat arbobi, davlat amaldori va siyosatchi ham bo'lgan. U divoni insho, ya'ni rasmiy yozishmalar va diplomatik aloqalarni o'rnatishda juda muhim rol o'ynagan bosh vazir sifatida. Ana shu orqali davlat ishlarini yuritgan, diplomatlarga xat yuborgan va siyosiy tavsiyalar bergan. Shu bilan birga u davlatni va xalqni rivojlantirishga oid qarashlarini ham til orqali ifoda etib borgan. Olib men taxti farmonimga oson, cherik chekmay xitodan to Xuroson, Xuroson deymakim Shiroz Tabriz, ki qilmishdir nayi kilkim shakarriz. Ya'ni u boshqalar qilich bilan, boshqalar jang bilan ololmagan yerni men so'zlarim bilan, devorlarim bilan oldim deb mana shu she'rni yozadi. Shoir sifatida Navoiy insonni qadriyatlariga alohida e'tibor beradi. Uning she'rlarida sevgi, adolat, sabr, toqat, sadoqat, insoniy o'zlikni anglash mavzulari nafaqat romantik tarzda, balki falsafiy nuqtai nazardan ham tahlil qilingan. Shu sababli uning asarlari zamonaviy axloqiy masalalarni ham o'rganishga qulay manba hisoblanadi. Navoiy chu emas nasiya naqd bilan teng, behesht voiz purgug'a u hirot manga. Til sohasiga kelsak, Navoiy turkiy tilni ilmiy va adabiy til sifatida rivojlantirishga ulkan hissa qo'shgan. U odatiy xalq tilidagi so'zlarni ishlatgan, lekin shu bilan birga yangi iboralar, metaforalar, ya'ni qiyoslash va grammariy shakllarni, tushunchalarni ham yaratgan. Shu tariqa u turkiy tilni ilmiy va falsafiy muloqot vositasiga aylantirgan. Tilga e'tibor, elga e'tibor. Tilga ixtiyorsizlik, elga e'tiborsizlik degan tushunchalarni Navoiy asarlaridan anglab olishimiz mumkin. Navoiy san'at, ya'ni hunar va tabiatshunoslikka ham qiziqqan. U rasmlar, naqshlar, musiqa va hatto tabiat hodisalarini tahlil qilgan.
shu bilan birga u ilmiy va badiiy ijodni uyg'unlashtirishga intilgan noyob shaxs bo'lgan. Qaro ko'zim kel, mardumligimni fan qilg'il, ko'zim qarosida mardum kabi vatan qilg'il. Va nihoyat Navoiy faqat ijodkor emas, balki madaniy homi ham bo'lgan. U ko'plab madrasa, masjid, kitobxona va hammomlar qurdirgan. Bu uning ijtimoiy mas'uliyatini va ilm-fan rivojiga bo'lgan sadoqatini namoyon etadi, ko'rsatib turadi. Kimki yo'q ilm ahliga yo'ldosh emas, yo'q anga yo'ldosh kishilik qardosh emas. Ya'ni kimki ilmi yo'q, u ahli yo'ldosh bo'la bilmaydi, hamroh bo'lib bilmaydi. Unga ham deydi, yo'q anga yo'ldosh, unga ham hech kim yo'ldosh bo'lmaydi. Va hech kim kishilik uni deylik o'zini birodari, qardoshi deb bilmaydi. Shuning uchun ilm kasb etishga insonlarni tashviq etgan. Shunday qilib, Alisher Navoiy shoir, faylasuf, davlat xizmatchisi, insoniy qadriyatlarni himoya qiluvchi va madaniy merosni rivojlantiruvchi buyuk shaxsiyatdir. Biz uning asarlarini o'qib, nafaqat adabiyotga, balki hayotga bo'lgan qarashlaridan ham saboq olishimiz mumkin.